Sen orzuing amalga oshmaydi. Hammasi Erin xohlagandek bo'ladi. Nimalar deyapsiz? Erinning xotiralari orqali kelajakni ko'rdim. Hammasi bunchalar dahshatga aylanishini xayolimga ham keltirmagandim. Unga yana kelajakdan nimani ko'rsatding? Sendan minnatdor bo'lishim kerak, akajon. Agar otamni xotiralariga boshlab bormaganingda, bu yo'l men uchun yopiq edi. U menga rejalaring amalga oshmaydi, lekin sening orzularing tez orada ro'yobga chiqishini aytganda. Buni 4 yoshimdayoq bilgandim. Bu dunyoni yo'q qilaman. Bitta qoldirmasdan.